60 sodiqlik uchastka sotiladi ekan. Bunda ikkita limoni bor ekan. Bunda limonni nerdan olib kelsangiz bo'ladi. Ichida xolos limoni pishiryapti ekan. Manzil bizni Kolxozobodda Ittifoq degan qishlog'ini 13-brigadada ekan. Videoni oxirigacha ko'rsatingizlar. Uy juda ham kattada, qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman. Kimki alaman desa, eki bo'lib sotib berish ham imkoniyati bor ekan. Ana endi biz hovlini qoq o'rtasida turibmiz. Shu yerdan bir ikki oz gapirib kerak. Mana bular pista ekan. 100 dana tikilgan dedi, mana shu yerga dedi. Bularni hattoki ba'zi birlari ham bir ikkita tuydi ham dedi. Turkiskiy ekan, agar sorti shunday qanda. Bu yer bunday qanda adir joyda, bunaqa guliston bunday qanda ketasam, bu yoq adir chorvachilik qilaman desa, kimdir malini bunga angar qilib berasam, siyatda 60 so'di har holda. Buni amallab to'baga chiqib oldik, chunki ikki etaj uy ham bor ekanda. Buni ko'rib tursa, buni uy tazza kafillangan, faqat mana shu tarafda hech kim yashamayapti ekan. Shuni sotish kerak ekanda. Egasini raqamini sizlarga aytib o'taman. Kimga kerak bo'lsa, mana xonani bahanada ko'rsatib berak. +992 931 98 57 10. Mana shu raqamga promo ili WhatsApp murojaat qilasizlar-da. Xo'sh, bu uy qancha bo'ldi deysizlar-da? Yashash uchun xonani qanday turishi muhim emas. Bu yerda asosiy suv. Sezonda biz dedi maxsus katta ishlarni olib borganmiz kanalga dedi. Nari knopkani ko'taradi avtomatda dedi. Suv bittasi minerdan chiqib keladi. Agar uchun esa aniqdan chiqib keladi. Uylarda rakvinalar bor ekan, u yoqdan chiqib keladi dedi. Mana hovlini ko'rib turibsizlar. Bunda juzumlari ham bor. Bunda pastda yesishda buni minuvda ham juzumchalar qilaman desam, nega juzum tiksa bo'ladi-da. Buni ochib qo'ygan imенно spetsialni. Ana endi buna xonalardan bittasini qaysilarga ko'rsatib kerak. Mana shu yerga kirib, qolganlar o'ziga qarab to'ymayman degan insonlar bo'lsa, mana yigitali bitib qaraydim. Mana shu havuzni ko'rib turibsizlar-ku, 80 tonnalik dedi. Juda ham chuqur dedi, aniq 80 tonna kirib ketadi dedi. Qo'ylar ko'rib tursa, katta shalonlarning biri kelib, shu an kirib ketgan pastdan kelgan kanallardan. Esishda navsharalar ham kirib ketadi ekan. Bu yoqda jon suv ichib yotasizlar-ku. Ana endi uyga asosiy kiradigan eshigi buni ekonomik ichiga bunisiga 3 tonna, anasiga 3 tonna. Chunki pastga yana 3 qavat kolodez ketgan dedi. 6 tonna ketadi ekan. Ana endi bu yoqda ko'rib tursa, kimdir bu uyda olaman desa, chorvachilik qilaman desa, adir bir qadam. Maktabga kiradigan bo'lsak, maktab nerda? Atsila 1 kilometr yenasan maktab bor. Mana shu yergacha mana Shevin yo'l kelgan. Egasini raqamini aytdi-ga, egasini raqamiga murojaat qilasizlar, qancha bo'ldi deysizlar, xohlasangizlar ikkita bo'lib sotib olish imkoniyati bor ekan. Masalan, taxt shuni biz ko'zlab ikkita texpasport qildik, ikkita sertifikat qilganmiz dedi. Dokumentidan birintasida muammo yo'q dedi. Faqat olaman degan inson xohlasa kelib yarmini olsin, xohlasa pulni sotib olsin dedi. Shu videoni bir maksimal tarqatib qo'yingizlar. Uyimizdan uyni chiqardik, keng joyda buni qarangizlar. Bunaqdan qishloqlar qanday ko'rinadi? Вообще mazza qilib, nerda tomosha qilib o'tirsa bo'ladigan joyi bor ekanda. Mana bunaqda nima qishloqda edi? Shu qishloqda bolalari bo'lsa, men kommentariyada kutib qolaman. Shu yergacha ko'rgan bo'lsa, значит, bizlar obunachilar haqiqatan ham aktiv ekan. Guliston TV gazini bosib qo'yadi.